Assalomu alaykum, hurmatli otaksonlar, onaksonlar, aziz yurtdoshlar. Men pensiya huquqi bo'yicha mutaxassis advokat sifatida bugungi videomizda sizga juda muhim bir masalani tushuntirib beraman. Farzandlaringizga uyingizni taqsim yoki hadya shartnomasi orqali o'tkazib berganda o'zingizning umrbod yashash huquqingizni qanday himoya qilish? Mattada uy-joy kidechi Indeyn mottalar yaqindagi joy kodeksi bo'yicha ko'chada qolishdan saqlanish va ayniqsa ba'zi qarindoshlar qishloqdagi uyga ko'chib ketishingizni kutayotgan holatlarda o'zingizni qanday himoyalash yo'llarini o'rganamiz borsin. Bu mavzu haqida gapirganimda yuragim og'riydi. Siz umringiz davomida halol mehnat qilib, har bir so'mini tejamlab, pensiya jamg'armasiga yillar davomida hissa qo'shib, shu uy-joyni barpo etgansiz. Bolalarimning boshiga oki sutimni berdim, ularni voyaga yetkazdim deb yagona boshpanangizni ularning nomiga o'tkazib berasizu, kun kelib shu uyda o'zingizga joy topa olmasligingizni, ko'chaga chiqib qolishingiz mumkinligini tasavvur qila olasizmi? Bu qanchalik adolatsizlik, qanchalik iztirob. Men ko'p yillik faoliyatim davomida shunday holatlarga duch kelgan insonlarning faryodini eshitganman. O'z farzandi yaqinlari tomonidan uydan chiqarib yuborilgan yoshi ulug' bechora otakson va onaksonlarimizning ko'z yoshlari menga tinchlik bermaydi. Ular butun umr qiyinchiliklarga qaramay, vatan uchun, oilasi uchun fidoyilik ko'rsatgan, har bir tiyinini jamg'arib bolalariga sarflagan, ertangi kuniga ishonch bilan yashagan insonlar. Va siyat ala palaka. Ular endi mahalla kezib, adolat izlab yurganida, insof qayerda qoldi? Tamam tigama asadan teptenede. Siz ham umringiz davomida qanday mehnat qilganingiz, farzandlaringiz uchun qanday fidokorliklar qilganingiz, ehtimol suddi shunday og'riqli tajribaga duch kelganingiz haqida izohlarda yozib qoldiring. Bu sizning hayot maktabingiz, tajribangiz, boshqalarga ibrat bo'lsin, o'g'u bo'lishsin. Ulug'larimizning hayotiy hikoyalari har doim bizga dars bergan. Hurmatli yurtdoshlar, qonunchilik tez o'zgarib turadi. Yangi qonunlar chiqadi va ularning tafsilotlarini bilish har birimiz uchun muhim. Muhim ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga hoziroq obuna bo'ling va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Bu sizning o'zingizni himoya qilishga qaratilgan birinchi qadamingiz bo'ladi. Vaziyat ilgari qanday edi va hozir qanday? Ilgariroq bizning jamiyatimizda oilaviy munosabatlar shunday mustahkam ediki, hadya yoki taqsim shartnomalari ko'p hollarda shunchaki rasmiyatchilik bo'lib ko'rinar edi. Oqsoqollar, mahalla ahli bir-biriga tayanch edi. Agar biror qilishmovchilik chiqqudek bo'lsa, avvalo mahalla oqsoqollari, qarindoshlar aralashib, odob bilan hal qilar edi. Yoshlar kattalarni hurmat qilardi, ularning duosini olishga intilardi. Ota-onani ko'chaga haydash, uydan chiqarib yuborish oriyatiga sigmas edi. Bugungi kunda esa afsuski vaziyat o'zgargan. G'arbiy madaniyat ta'siri, ba'zi oilalarda tarbiyaning sustlashishi, pulga bo'lgan ishtiyoq, ba'zi holatlarda vijdonsizlik farzandlarni o'z ota-onalari bilan sudlashishgacha, ularning uy-joyiga ko'z olaytirishgacha olib boryapti. Endi quruq ishonch yetarli emas. Hamma narsa yuridik jihatdan to'g'ri rasmiylashtirilishi shart. Taqsim va hadya shartnomalarining saflari 1. Hadya shartnomasi sovg'a qilish, bu shartnoma bo'yicha siz mulkingizni farzandingizga tekin va bir tomonlama o'tkazib berasiz. Shu ondan boshlab mulkdorlik huquqi to'liq farzandingizga o'tadi. Siz o'zingizning mulkingizga nisbatan barcha huquqlarni, shu jumladan unda yashash huquqini ham yo'qotasiz agar shartnomada alohida shart belgilanmagan bo'lsa. Farzandingiz sizni uyda qoldirishga majbur emas. Eng yomoni u uyni sotishi yoki ijaraga berishi va sizni ko'chaga chiqarib yuborishi mumkin. Taqsim shartnomasi, bo'lish shartnomasi. Bu odatda birgalikdagi mulkni, masalan, erksotining birgalikdagi mulkini bo'lishda qo'llaniladi. Ammo ba'zan ota-onalar ham farzandlari bilan taqsim shartnomasi tuzib, mulkni ularga o'tkazib beradi. Natija hadyadagidek bo'lishi mumkin. Ya'ni agar siz o'zingizning ulushingizni yoki butun uyni farzandingizga o'tkazib bersangiz, sizning mulkdorlik huquqingiz tugaydi va siz yashash huquqini yo'qotasiz agar shartnomada sizning umrbod yashash huquqingiz alohida ko'rsatilmagan bo'lsa. Qaysi toifadagi nafaqashorlar xavf ostida yolg'iz yashaydiganlar, ularni manipulyatsiya qilish osonroq bo'ladi. Huquqiy savodsizligi past bo'lganlar, qonunlarni, shartnoma shartlarini tushunmasdan imzo chekuvchilar, boshqa mulki bo'lmaganlar. Agar bitta uyni o'tkazib yuborsalar, boshpana yo'qotishadi. Qarzdorligi borlar, ba'zan bolalar ota-onaning qarzini to'lab berish evaziga uyni o'z nomiga o'tkazib olishadi, keyin esa ota-onani ko'chaga haydaydilar. Sog'ligi yomon yoki zotirasi pasayganlar, ularni aldash osonroq. Ayniqsa farzandlar ota-onani qishloqdagi uyga ko'chirishga undaydigan holatlar ko'p uchraydi. Ular qishloqda havo toza, tinch yashaysiz, biz sizga qaraymiz deyishadi.
Aslida esa shahar kvartirasini sotib, pulini o'z ehtiyojlariga ishlatish niyatida bo'lishadi. Yashash huquqini himoya qilish yo'llari qaysi toifalar himoya olishi mumkin? 1. Ishdan takkajiyati tutgandan onal maraga masa umrbod yashash huquqi shartnomada kindi Buna eng muhim qoida mutanya net uyingizni hadya yoki taqsim qilayotganingizda notarius oldida tuziladigan shartnomaga dan sovga beruvchining, ya'ni sizning mazkur uy joyda umrbod yashash huquqi saqlanib qoladi degan bandni kiritishni talab qiling. Bu band sizni kelajakdagi muammolardan himoya qiladi. Farzandingiz mulk egasi bo'lsa ham sizni bu uydan chiqarib yuborishga haqli bo'lmaydi. Bu huquq sizning vafotingiz bilan tugaydi. Tamanda puntus donna majburiy bo'lmagan ro'yxatdan o'tish propiska. Deb tam kata tukishtuq. Agar siz uy joyda ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz va boshqa turar joyingiz bo'lmasa, O'zbekiston Respublikasi uy-joy kodeksi sizni himoya qiladi. Lekin ro'yxatdan o'tishning o'zi yetarli emas, uni shartnoma bilan mustahkamlash shart. 3. Vasiyatnoma, meros qoldirish. Agar siz hali hayotligingizda uyingizni bermoqchi bo'lmasangiz, balki vafotingizdan keyin farzandingizga qolishini istasangiz, hadya yoki taqsim emas, balki vasiyatnoma tuzdiring. Bu holda siz umringizning oksirigacha uyning to'laqonli egasi bo'lib qolasiz va unda yashash huquqini saqlab qolasiz. Vasiyatnomani istagan vaqtingizda o'zgartirishingiz yoki bekor qilishingiz mumkin. Fakt demetn pa pipshin tambepnin po uy joyini qo'llab-quvvatlash va ta'minlashdagi hissangiz tashkiltamman. Agar siz uyni farzandingizga o'tkazgan bo'lsangiz, shundan keyin ham uyni ta'mirlash, kommunal to'lovlarni to'lash, uning obodonlashishi uchun o'z nafaqangizdan pul sarflagan bo'lsangiz, buni tasdiqlovchi hujjatlar, cheklar, kvitansiyalarni saqlab qoling. Bu keyinchalik sudda sizning yashash huquqingizni tasdiqlashda muhim dalil bo'lishi mumkin. 5. Nachada ya mashdam ta dom notarius va advokat bilan maslahatlashuvchkama. Indama mashashachik mashtanene. Har qanday shartnomani imzolashdan oldin albatta malakali notarius va advokat bilan maslahatlashing. Ular sizning huquqlaringizni tushuntirib, kelajakdagi muammolarni oldini olishga yordam beradi. Unutmang, advokat sizning manfaatlaringizni himoya qiladi. Hurmatli otaksonlar va onaksonlar, sizning yoshingizda tinchlik va osoyishtalikda yashash eng muhimi. Farzandlaringizga ishonch bilan uy joyingizni berishdan oldin barcha yuridik tomonlarini puxta o'rganing. Hatto eng yaqin qarindoshlar bilan ham hujjatlarni to'g'ri rasmiylashtirish muhim. Bu faqatgina sizning emas, balki kelajak avlodlarning ham tinchligiga xizmat qiladi. Agar siz shunday vaziyatga tushgan bo'lsangiz yoki shartnoma tuzishdan oldin maslahat kerak bo'lsa, bizga murojaat qiling. Telefon raqami ekranda ko'rsatilgan. Sizning huquqlaringiz himoya qilinishi shart.